Всем привет! Bugün biz savollarga javob degan video chiqarmoqchimiz. Наконец-то. Bundir. Bu o'qiyda men javob beraman. Diplomingiz nechta? 20 ta. Namoz o'qiysizmi? Namoz o'qiysizmi? Ikkalamiz ham o'qiymiz. Ты красотка. Спасибо. To'liq ismingiz nima? Gulirana. Farzona. Sizga sovg'ani kim jo'natdi? Patishigim. Videoga ko'rib aytyapti shekilli. Nimaga bo'yingiz kichkina, a? Qadammi? Ja, kichkina emas, bo'yim 1.50. Tanishili a. Hop, Gulnora G'affarman, tanish bo'lganmiz, Fatima Zuhra. Fatima Zuhrada bo'la. У тебя есть парень? Нет. Izbosganmisiz, Andijon? Buni qilmadingmi? Nimaga buncha chiroylisiz? Ovqat pishirib bilasizmi? Ovqat bilaman, deychi. Izbosgan Andijonmisiz? Ha. Yuzingiz ko'rsatan. Yuzingiz ko'rsatsangiz urushmaydimi debdi. Yo'q, urushmaydi. Yuzimni ko'rsatib turibman, demak ko'rsatib bergan. Nechanchi sinfsiz? 8. 5. Qur'on o'qiysizmi? Ikkalamiz ham o'qiymiz. Ты gimnastka. Да. Savol ber. Bo'ldik. Выйдет видео мой ночь? Нет. Сейчас. Hal biri chiqmaydi. Yiliz necha? Ukaysiz? Bittadan o'qi. Yiliz necha? 2010. 2013. Ukaysiz yo'q. Ukangiz yoki singlingiz bormi deyapti. Ukam bor, tug'ishgan. Singlim yo'q. Oilada nechanchi farzandsiz? Men birinchi farzandman. Bu o'rta. 3. Sevgangiz bormi? Yo'q. Blackpink'dan kim yoqadi? Qaysi maktabga borasiz? Blackpink'dan kim yoqadi? Oldin lise yoqadi, hozir Jisoo yoqadi. Menga sizga maktabga borasiz. Rus sinfda o'qiysizmi? Ikkalamiz ham rus sinfda o'qiymiz. Сколько лет Farzona? 12. Meni yoshim 12. Sevganingiz bormi? Yo'q. Oilada necha kishisiz? 2 farzandmiz. Nechanchi maktabda o'qiysiz? 5-maktabda o'qiymiz ikkalamiz ham. Akangizmi, ukangizmi bormi? Akam, tog'am bor. Aka deyman, buvam o'ldi. Andijonni qayerda siz? Andijon? Paytiq Izbosgan Andijon. Nechanchi uyda turasiz? 3-Ravon ko'chasi. Uyingizni polni obzor qilasizmi? Polni obzor qilasizmi ya'ni video olasizmi? Qilamiz. Oling please deb qo'ying. Ikkalamiz biror kun olamiz. Meni uyimda menimcha, chunki beti почти ko'p yozlar shekilli. Bu bet ham qilamiz, buni ham qilamiz. Nimaga YouTube video olmayapsiz? Haliga javob bermayapsiz. Buni 10 kun nazar aytgan ekan. Unda katta biramiz o'tib qoldi, shunga javob ham bera olmayotdik. Video ham olmayotdik-da. Endi olyapmiz. Сколько у тебя медалей? 20. 20 ta. Сколько лет твоему братику? Ukam 3 yosh, to'g'ri kiradi. У тебя есть братик? Да, есть. Nima qilish kerak? Savol berish kerak. Тебе нравится Вася R? Не. Bizga ham yoqmaydi. Unchalik yoqmasdi, keyin oxir o'chirib yuboribdi u nimasini, kanalini. O'zi ham yoqmagan shekilli. Qarang. Tugatdi. Xolosida endi Farzonaning kanaliga ham o'tib, unga ham savollar beringlar. Uni kanalini bilganlar.
Farzona. Mana shu videomdagi Farzonani kanaliga qo'yib qo'yaman. Kelib olinglar. Xayr. Подписка bo'linglar. Kelcha bitta savol qolib ketibdi. Shu savolga men javob berish esimdan chiqib qolibdi. Ya'ni o'qimabmiz. Hozir shuni o'zingizlar ko'zlaringiz bilan ko'rib olasizlar. Savolga javob. Mana hozir o'z ko'zingizlar bilan ko'rib olasizlar necha kiloligimni. Oldin 34 kilo edim, endi hozir necha kilo bo'lib qoldim, ko'ramiz. Oldin ham shu bir oy avvalda. Bismillahirrohmanirrohim. Chini 36-50 chiqaryapti. Telefonsiz chiqqanimda 36-25 edi mana. Manaqa joy 25 edi. Manaqa joy. Uf. Nima bu? Mayli bo'pti. Sizlar komment yozib ketinglar. Kommentariyada necha kilosizlar? Men 8-sinfman. 8-sinfman, kiloyim 36. Sizlar kommentariya yozinglar. Nechinchi sinfsiz va necha kilosiz? Bye.